2026-yil aholini ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga asosan 2026-yil 16-yanvar kuni Zarbdor tuman axborot kutubxona markazi xodimlari aholini ro'yxatga olish jarayonida faol ishtirok etdilar. Mazkur jarayon davomida markaz xodimlari ro'yxatdan o'tish tartib-qoidalariga muvofiq belgilangan platforma orqali to'liq ro'yxatdan o'tdilar. Shuningdek, aholi o'rtasida aholini ro'yxatga olishning mazmun mohiyati, uning davlat va jamiyat rivojidagi o'rni, statistik ma'lumotlarning aniqligini ta'minlashdagi ahamiyati yuzasidan keng tushuntirish targ'ibot ishlari olib borildi. Assalomu alaykum. Men Zarbdor tumani axborot kutubxona markazi xodimi sifatida aholini ro'yxatdan o'tkazish jarayonida faol ishtirok etdim va ro'yxatdan o'tdim. Sizchi? Ro'yxatdan o'tish orqali biz mamlakatimiz taraqqiyotiga hissa qo'shamiz. Men ro'yxatdan o'tdim. Siz ham kechiktirmang. Har bir ovoz har bir fuqaro uchun muhim. Men ro'yxatdan o'tdim. Siz ham ro'yxatdan o'ting. Zarbdor axborot kutubxona markazi chaqiradi. Men ro'yxatdan o'tdim. Sizchi? Keling, barchamiz birgalikda faol bo'laylik.